Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'izistonlik bir tuğanlar. Buyursa biz Osh области Saravon rayonundagi o'shanday Arashan bag'itida qo'ydi ko'paytib, o'shalardan hozirgi uchurda seleksiya qilib, Qoraboltadan ukamiz o'shanda o'zi yaxshi sortlardan olib kelib, biz elga o'shunday bo'lgan sortdagi Arashan bag'itidagi qo'ylarni turini olib kelibdir. Hem shu ukamizdan biz o'zingiz podrobniy so'rab bilaylik deb keldik. Buyursa sizlerdi ukamizni qorasымен tanıştırasız. Qana başladan mesela. Uka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tinchmisiz? Uka qo'ylar qayerdan keldi? Anan Bismillah, kirib olaylik va ichini. Qana ochingchi uka, bir kiraylik, ko'raylik. Qana bir Xudoy buyursa, qana bir kirib qo'radagi qo'ylarini ko'raylik. Ana sizlarga qanday qo'ylar bu, qanday paroda? Keling ichsaga. Qayerdan kelganligini turali sizlarga javoblarini olib beramiz. Qani bismillah. Qirg'izcha, jana o'zbekcha qilib aytib tushuntirib berishga qaraymiz. O'sha qanaqa liniya и kimlardan olgansiz uka, qaysi qo'ralardan? Aka, bu yerda 3 turda nima bor? Liniya bor. Liniya bor, aha. Graf liniya bor. Aha. Anan status liniya bor, fox liniya bor. Fox liniya. Anan bularda Qanotbay aka bor. Nimada? Manas aeroport yoqda, Bishkekda. Aha. Andan 12 baş algam. Al graf liniya bergan. Graf liniya. Aha. Shugur bunday normalli o'satadi-da, bunday ko'ngildagidek yaxshi buyursa. Anan Fox liniya bor, bir 3 baş Fox liniya bor. Anan bir 4 baş status liniya bor. 4 ya 3 başda. Liniyalari aniq. Liniyalari aniq. Toza, aniq. Toza. Liniyalari toza. Bular 16 oylik bo'ldi hozir aka. 16 oylik bo'ldi. 3 oylik, 4 oylik vaqtida olib kelganman. O'tgan yil sentyabrda olib kelganman. O'shanda qancha bo'ladi? 15 oy, 16 oylik bo'lib qoladi. 15 oy, 16 oylik qo'ylarda endi aka bular. Bular Qo'chqorimizni ham ko'rsatamiz aka. O'sha Qo'chqordan butbari qochgan hozir. Hammasi. Hammasi bitta Qo'chqordan. Hammasi bitta Qo'chqordan. Qaysi liniya qoladi Qo'chqorimiz shunda? Qo'chqorimiz 80 liniya. 80 liniya. Buni hozir mana shu qo'yni bitta ushab ko'rsak bo'ladimi? Qaysi liniya qolyapti xuddi shunda hozir? Boy ko'zim boshqa ko'rinyapti, quloqlari. Hozir mana sizga hozir birinchi bo'lib liniyasi bilan ushab ko'rsating-da. Hozir. Garbanosligi. Sekin. Maşallah. Bismillah. Ay bismillah. Ana. Bismillah. Maşallah. Kuchaydi bo'lyapti. Maşallah. Kallalari bu videoda kichkina ko'rishi mumkin. Biz yaxshilab bor. Yaxshi. Bu aka status liniya. Bu status liniya. Status liniya. Kim qorasidan kelgan bo'lyapti? Abdusalom Taqsir degan. Abdusalom Taqsir deganligina. Qoraboltada odam. Status chiqargan odam. Ukasini ismini aka-ukalarda, aka-ukalar qo'yib baqishadi. Xullas liniya status. O'sha Abdusalomdan olganman. O'sha Qanotbay aka degan, Abdusalom degan, Hasanbay aka degan bor. O'shalardan chalib, nima qilib, savet so'rab, maslahat so'rab baqayapmiz. Xudo xolasa ko'ryapsiz aka. Inshaalloh bular barisi bo'g'oz. Bo'g'oz hammasi qochgan уже. Qochgan. Oldilari tug'di. Oldi tug'di aka. Hozir Xudo xolasa sizlarga podrobniy tuqqan qo'ylarni qo'zlari bilan ko'rsatamiz. Buni hozir bo'yi qancha bo'lib qoladi? Где-то 90 bor, ha? Yo'q, 90 ga jinda yetmay qoladi. 85 bilan bularning ichidagi 85 bilan 90 da o'rtasi. 90 da o'rtasida. Quloqlarning razmerlari qanaqa bo'lib qolyapti? Bularniki 19 plus 20. Bitta o'lchab ko'raylik, ha? Jonivor, tek. Mashalloh. Quloq 20 dan o'tibdi. 20 plus ekan. 20 plus o'qib, xudo xolasa inshaalloh. O'ta go'zal. Kallalarni bitta olib qo'ying, operator. Garbanos, svet, qoshi ham bor o'zgacha. Mashalloh. Endi bu hozir buni liniyasi отдельно bo'ldi. Hozir bu yerda 3 ta qora liniya turibdi, to'g'rimi? Qora liniya. Bu status ko'rsatdik. Status liniya bo'ldi. Endi boshqa hozir graf ko'rsatdik. Graf liniyasini ko'rsating. Liniya qo'yapti aka shu. Mashalloh, buni bo'yi baland shekilliga. Bo'yi aka 88 bo'ladi. 1-2 oy buni o'lchaganingizda. Shu bo'yi o'lchaganim yo'q. Zo'rda aka kitishga. Inshaalloh. Zo'r. Qulog'ini ham keling bir o'lchaylik. Voy mashalloh. Quloq razmerini qarang. Mashalloh, 23 plus. 23 plus bo'libdi. 23 plus qo'y quloq. Garbanos, kalla o'ta
Bu Güzel. 50 ta plus bo'lib ketib qoladi shekilli bu. inshaalloh aka. Buni bolalari Xudo xolasa, 50 talardan ham chiqaramiz inshaalloh. inshaalloh niyatingiz yetib uka. Bu Ikkitishga graf liniya. zo'rda ikkitish. inshaalloh. Bu hozir men ko'ryapman, akalarda ancha munchasini qo'r ostida bunaqa sifatda, bunaqa garbanos kallani bu yoqdan oling-da, operator. Kallani yonboshdan. Kalla, quloq уже 50 ta plusga kirib qoladi shekilli. 22 ni Inshaalloh. 50 taga kiradimi hozir? Inshaalloh. 20 ni ustida 50 taga Biz kiradi. bilishimiz shunday. Ha. Kelgan aka yana bitta nima? Quloq yotishini ko'ring. Mashalloh. Ko'zdan qochgan, pastroqda, pastga qarab yotishi bor. Ular ham keyin bir Enini ha, ham bir enini o'lchab ham. qo'yaylikmi aka, enini ham. Keling, kameramandaroq olib keling. 11 hisobda. 11 ekan. 11 ekan. 11. 11. Bu graf liniya bo'lib qoldi aka. Bu graf liniya. Ha. Status bilan grafni oldik hozir. Status bilan grafni oldik. Kim qoldi? Fox qoldi. Fox qoldi. Ha. Fox liniyasidan bittasini ushlasangiz, uni ham bitta olib qo'yaylik. Bu Liniya aka, Fox Fox liniya. liniya. Aha. Bu ham ajoyib bir O'zgacha shiroki aka. qo'ygan-a, bu ham. Yaxshi ko'rgan qo'ylarimdan bittasi aka. Mashalloh. Svetloy bu hozir Garbanos svet. Qirg'izistonda ham trendga chiqqan svetloy liniya bo'lib qoladi-da. Shunday. To'shladi qarang. Keling, quloqdan boshlaylik ya. Quloqni bitta o'lchaylik, qani bismillah. Bismillah. Kel, mashalloh. Mashalloh. Qarang. 20 plus 20 plus quloqim. Aha. 20 plus quloq. Mashalloh. Bu razrezni ko'ring aka. Quyruqni razrezka var ha. Razrezni ko'ring. O'ta chiroyli janob. Svet. Buni Aha. junini olmagan sababi, Aha. meni bilishim, ko'rsatdim. 3 oylik versiyasi bo'g'oz, 3 oy, 4 oy. 4 oylik bo'g'oz. Biz 5 oyda tug'adi. Aha. Oldilari tug'di, yelin solganlari bor. Aha. Buni ham ko'rsataman aka. Aha. O'shaning uchun keyin qish kelib qoldi, noyabrda ikkisi mana aka. O'shaning uchun junini olmadim. Bularni o'zingiz u yoqdan spesialni borib o'zingiz tanlab olib keldingiz, to'g'rimi qo'radan? Bordim aka, buni olish ham oson bo'lmadi, to'g'risi. Aha. Qoraboltada ishlayman aka. Aha. Inshaalloh Qoraboltada yuramiz. Bu yerda akaxon bor, yaqin qo'yaveradi. Qo'yaveradi. Maxfiy olamiz qo'y tomonga. Ha. Aha. Buni bordim aka. Aha. Endi qiziqishim sababi nima bor? Ruslan aka bor. Tankerni chiqargan. Tankerni. Qoraboltali akada u. Qoraboltali aka. Bu aka o'z uyida qo'yib boqaman. Aha. Aka 5 yil oldin, Aha. 5 yil oldin akam qo'yib kelgan, o'zginni arashan deb olib kelgan. Aha. Bularning ichida bu qo'yni ko'rsating mana, kamerani yaqinlashtiring. Qarang, qizil. Buni onalarini. Ha, mana ikkala imini oldiga chiqib qo'yganini qarang. Bu ikkalasini enalarini olib kelgan arashan deb. Aha. Bolalari shu. Natija chiqmay qoldi xullas. Bermadi. Ko'ngildagidek. Ha. Bu hozirgi aytgan gaplarim bo'lishda oldingi bo'lak bir 5 yil oldin. Keyin bularni olib qoldim, enalarini sotib yubordim. Bulardan bittadan qo'zg'olib, prosta qo'chqorlardan qo'zg'olib sotdim. Aha. Ikkinchi qochishi, xudo xolasa, katta qo'chqorlardan qochgan. Xullas, bular 4 tish. Bu kattalari endi 2 tish yordi. Endi qo'zitishni buzdi endi. Ha. 1 yil, 1 yasharu 6 oy, 5 oy. 5 oylik, 6 oylik, ha. Mashalloh, zo'r. Bo'ylar, sifat, kachisi, kalla o'ta chiroyli. Inshaalloh Xudo xolasa boshlanishiga zo'r aka, inshaalloh. Xudo xolasa buni biz o'zimizni elga shuni ko'paytirishlikka sizlarni ko'pchiliginglarni chaqiramiz. Shu narsani ko'paytiraylik. Xudo xolasa hammamizni qo'ramizda eng kamida shunaqa qo'ylar bo'lsin. Xudo xolasa aka sizga ham qo'ylaringizga barakot bersin. Amin aka. Xudo xolasa yaxshi zotlardan ko'paytiring. Xudo xolasa bu boshlanishi. Xudo xolasa shunaqangi zo'r liniyalar chiqing. Xudo xolasa 2-3 yil bu yoqda kela eshingiz tagida sizni ham xudo xolasa O'zbekistonni ko'ryapmiz. Даже Qirg'izistondan ketgan Qo'chqaridan tushgan bolalar yoki So'liqdan tushgan bolalar hozir Qirg'izistonda emas, O'rta Osiyoda nomer 1 bo'lib qoldi. Sabab biz o'zimizni oldimizdan oqqan suvda qadri yo'q deb turib, Qirg'izistondan chiqayotgan shunaqangi narsalarni biz u yoqqa chiqaryapmiz. U yoqdan o'ta zo'r bo'lib turib, seleksiya qilib turib, qonni almashtirishni natijasida o'ta ham zo'r natijalar beryapti-da. Endi biz chaqiramiz, Aravonda ham bitta mana misol uchun O'sh jamoati bo'lib turib, mana hozir Damka Jallovotda Baxi 77 Damka O'sh jamoatini to'pladi-da. Manasini yozib, undan tashqari o'ta katta shu qo'ydi ichida yurgan akalarimiz отдельный bitta komanda bo'ldi. Hunar akalar bor va qiziqchi. Hunar akalar bor. Endi shunga biz ham aytamizki, odamzod hasad qilishimiz kerak emas, faqat havas qilib,
xudo xohlasa el havas bilan ko'karamiz, hasad bilan hech qachon. To'g'ri. Havas qilaylik bu narsalarga. Biz ham shu seleksiyani kuchaytiraylik. Olib kelaylik u yerdan bu yerdan zotni. Ko'paytirib, mana sotilyapti 15 ming, 20 ming dollardan oddiy bitta qo'zi sotilyapti-da 10 ming dollar, 12 ming dollardan qo'zilar sotilyapti. Ko'rib turib havas qilyapman. Siz natijani ko'ringlar. Endi uka narigi hozir данный моментda tuqqan qo'ylaringizni qo'yib ko'rib qo'yaylik a. Bo'ldi, Ketdi-ya. Sho'g'al aka. Qo'zilar o'ta boshqacha tushgan-ku. Mana shu qo'chqarchingizni bitta ushlab ko'rmaylikmi uka? Bismillah. Mashalloh. Ko'tarib olay. Mashalloh. Qo'chqarchaga gap yo'q-a. Rang, tuyoq, kallaga bir qiziqinglar. Svetdan aka. Boshqa qarang. O'ta svetli. Bu hozir shunda bu liniya qaysi liniyadan olib qolyapti hozir? Bu aka mana. Enasi qaysi bu? Enasi bu mana. Enasi bu. Qurkimasin, qochmasin. Mana bir status liniya mana. Status liniyadan tushgan bola. 80 million statusdan tushganda hozir. 80 liniya qo'chqorim, status liniya Soliq. ha, qo'yim xullas. Aha. Shu qo'chqorcha. Mo'yamizgacha mana aka. Ana ko'ring. Bu qaysi bo'lib qolyapti bu? Bu mana shu status Fox'ni qizi. Bu nevaralari. aha. Nevarasidan u ham mana shu bitta qo'chqorimdan qochgan. Mashalloh. Bular hozir endi ikkalasi bir kunda tug'ildi. Teng. Bu ikkalasining yoshi. 15 kun nari bersa aka, shularni tortganman. Aha. Tug'ilganda mo'nisi 6 kilo 100, narigisi 6 kilo 300. 6 kilo 300. Hozir tortdik mana. Mo'nisi o'zi mana 13 kilo bo'lib qolibdi. 7 kilo vес qo'shib qo'yibdi. 15 kunda 7 kilo vес qo'shyapti. 7 kilo vес qo'shib qo'yibdi. Mashalloh. O'zi tarozi ham rab. Bular endi bir beg'am bo'lar ekan, hozir ko'ryapman. Ikkita qo'zi sразу borib betaysini yemi ketyapti. Shuni beg'am bo'lar ekan bu jonivorlar. Bir-biriga saxiy bo'lar ekan. Emizib Mashalloh. nima qilaver ekan. Hozir mana shu qo'y birinchi tumshasimi hozir aka? Birinchi tug'adi endi aka. Bu hali bo'g'oz u, tuqqan yo'q Bu bo'g'oz. Keling, yelin solib Mashalloh. qo'ygan. Bir kamerani yaqinlashtirsangiz ko'rar. Razrezlar, quyruqni razrezlarni tushgan ha, o'ta bomba. Razrezlarini yelin Quloqlar qanaqa? mo'nisi bir 21 nari bersa chiqadi aka. 21. Narigilari 20 dan, mo 20. Bunday ekanda bular aka. Bittasi svet xiraroq bo'lsa, Aha. suyagi yo'g'on. Aha. Bittasi svet bor. Xullas seleksiya yaxshi ekanda. Suyagi bo'lsa, svetligini olib kelib qo'shasiz ekan. Aha. Svetli bo'lsa, suyagligini olib kelib qo'shasiz. Yo, buni qo'chqarimiz qaysi liniya bo'lib qolyapti shunda? Aka bu 80 liniya. 80 liniya. 80 liniya. Qoraboltadan kelganmiz aka. Kim qorasidan chiqqan bu? Bu Ismoil degan odamnikidan kelgan. Ismoil aka deganni qorasidan, Ismoil Vayka deganni qorasidan chiqqan ekanda. Bu hozir yosh qanaqa bo'lib qoldi hozir? Buni yoshi aka, xudo xolasa 2,5 yosh. 2,5 yosh ha? 2,5 yosh. O'ta jonivor yaxshi narsa ekan. Bundan bir yil shu bari qo'ylar hozir hammasi shundan qochdi endi. Shundan qochdi aka, xudo xolasa. Tug'ilishni boshladi ham. Tug'ilishni boshladi. Ikkita Xudo xolasa hozir ko'rsatamiz sizlarga. Yo, bundan ikkita tushirdim. Probni tushirganman. Ha. Ular ham bor aka, ikkitasi uyda turibdi. Buni o'zini sinilari deydimi? Xullas, o'zini liniyasida qo'ylarim ichida bor. Ha, bo'ldi. 4 bosh. 4 bosh. 3 bosh bor ekan. 3 bosh. Svetliklari, ranglarini shu manaqa joydan tushib turib, oq bo'lib qolar ekan bu, son buni past tomonlari oq bo'lar ekan, o'zi shu rangiga ham bularni ko'p narsa zavist qilar ekan, zotga, rangiga, kallani garbanosligiga. Bu kallasi o'ta chiroq tushgan ekan bu jonivorda. Siz glavniy aka, glavniy. Yaqinroq ham keling-da. Sho'g'ra aka, glavniy aka oyoqqa qariladi. Bu putini ko'ryapsizmi aka? Mashalloh. Yaqinroq olib keling kamerani. Akalar, buni qiziqqan aka-ukalar обязательно mashalloh deb qo'yasizlar. Alloh taolo hammamizni qo'ramizda shunaqangi zot qo'ylar bo'lishligi barchamizga nasib qilsin. Payg'ambarlar hammasi qo'y boqqanda, qo'yda baraka bor, 7 xazinaning bittasi qo'y. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Shunaqangi yaxshi zotlarni aravonimizda ko'paytirib, mana hozir Qirg'izistondan ketib, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istondan kelib, spesialni shu qo'ylarni zotini olib borib tarqatishga harakat qilishyapti. Bu nimaga unaqa? Bu go'sht hisobida, go'shtni zo'r berganini hisobida shunaqangi katta qo'chqorlarni chiqarib, elga shu taqdim qilishyapti-da. Men shu O'zbekistondan ham ko'rib qolyapman, akalar o'ta zo'r sifatda, вообще nomer 1 уже mana shu qo'chqorlar ham kerak bo'lsa o'zimizni Qirg'izistondan ketib turib, mana shu Qirg'izistonga sotilyapti уже.
sotilyapti. shu qonni almashtirib shunaqangi zo'r parodalar chiqyapti. Endi tavsiya qilamiz shunaqangi zo'r qo'ylar boqishlikka hammamizga. Nasib qilsin. Nasib qilsin aka hammalarga. Bo'yinlar o'ta kelishgan mana qo'chqar. Mana aka kelgan bu to'shni ko'ring. To'shlar ham kamera. To'shni qarang, men o'zi ushab qiynalib to'g'risi ko'rsatolmayapman. Mana to'shni ko'rdinglarmi? To'shlar o'ta zo'r, 2,5 yosh dedingiz-a buni? 2,5 yosh ekan. Xudo xolasa bundan yana foydalanishga niyat bor-da endi. Bu yil bolalarini ko'rib turib, shunga qarab turib yana qo'shasiz-da, to'g'rimi? Ha, bolalarini ko'raman aka. Xudo xolasa ko'ngildagidek tushyapti. Ko'ngildagidek tushyapti. Zo'r tushyapti inshaalloh aka. Bu qo'chqarimizni urug'idan qanaqa tushdi? Qanaqa bola berdi? Quloqlari qanaqa tushdi? Ranglari qanaqa tushdi? Aka men buni video syomkasini beraman. Kameramizga videoga qo'shib yuboramiz. Buni bolalari ham o'ta go'zal tushdi. Xudo xolasa. Inshaalloh uni ham qo'shsangiz bir ko'rishadi aka. Uni kallani bitta ko'ringlar. Mashalloh. Garbanos quloq. Quloq 20+. Kallaga отдельный tema. Bu telefonlarda ko'ryapmiz. Siz yaqinroqdan kelib bu qo'chqarni bir ko'rsangiz, bu umuman boshqa. O'ta kачествоga, sifatga Alloh taolo shunday chiroyli qilib yaratib qo'ygan ekan bularni ham. Hayvonda rang, svet o'ta tochkasida xudo xolasa. Endi qo'ylarda ham bir qator qo'zlarini bir qator ko'rib qo'yaylik aka. Ha, aka tuqqanlarini, qo'zlarini ko'ramiz. Bo'ldi. Inshaalloh. Bu necha kilo tug'ildi bu hozir? Aka bu 6,5 kilo tug'ildi. 6,5 kilo tug'ildi. Ha, graf liniya, grafni nimasini bilasiz hozir, natijasini. Qani? Nima desangiz, grafga 80 qo'shildi-da hozir. Grafga 80 qo'shildi, graf liniyaga. 6,5 kilo tug'ilgan. 6,5 kilo bir haftalik qo'zi. Mashalloh, 10 kilo. Qalashdim. 10 kilo. 10 kilo tortganman. 10 kilo zo'rda. Bir haftada hozir shunda 6,5 kilo tug'ilganmidi? Ha, 3,5 kilo. 3,5 kilo ves qo'shibdi. Chorvezga Xudoyim barakot bersin uka. Amin. Bundan ham zo'r natijalar olamiz. Jonivor o'ta forma, sin, sifat o'ta zo'r. Mashalloh, bu to'sh qaranglar. Mashalloh. O'sha qo'chalar qo'zi ham shuni bolasi ekan. Shu qo'zi ham shuni bolasi. Ha, enalarini liniyasi 3 xil. Bu 80 liniya, ota bitta. Xudo xolasa birdan keyin bolalarini ko'ramiz. Xudo xolasa qiziqqan aka-ukalarimizni ham taklif qilamiz. Ko'ringlar. Ko'rish besplatni kelib o'zingiz shu qo'ylarni ko'rib turib, sinini, sifatini ko'rib turib, siz o'zingizda ham qiziqish paydo bo'lib qolishi mumkin. Xudo xolasa nomerni tagiga qo'yib o'tamiz, ukamizning nomerini. Xudo xolasa kelib, qo'ylarni ko'rsanglar bo'ladi. Kimda yana shunaqangi qo'ylar bo'lsa, absolyutno reklama besplatno. Aravonli aka-ukalarimiz agar shunaqangi qo'ylar bo'lsa, biz absolyutno besplatno borib, sizni qo'ringizni ham xudo xolasa shunaqa qilib chiroyli qilib chiqarib, seleksiya qilib, bir-birlar bilan tanishtirib, akamizni, ukamizni nomerini qo'yib, bir-birlar bilan muomala qilib, xudo xolasa shu qo'radan men ham Alloh nasib qilsa, yo bolalaridan yo enalaridan Alloh nasib qilsa hozir olishga harakat qilamiz. Iloji boricha shu video davomida aytib o'tib ketib qolyapman. Xudo xolasa men ham hozir o'zi tildan ketdi. Xudo xolasa qiziqmaydigan, sotilmaydigan narsani o'zi yo'q dedi. Xudo xolasa hozir endi puli keladigan bo'lsa bir 5 boshga qiziqib turibmiz. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda bundan ham yaxshi videolar, yaxshi kontentlarni inshaalloh chiqarishga harakat